Assalomu alaykum barchaga. Ko'pchilikda 3ds Max'da bo'layotgan muammo bu Choas Cosmos ishlamay qolishi. O'sha Choas Cosmos ishlamay qolishini qanaqa tuzatish ko'rsatib beraman. Xo'p, kompyuter yoqasizlar. Yoqqandan keyin mana Cosmos brauzer. Mana shuni bosaman, mana bunaqa ashibga chiqyapti. Bu ashibgadan chiqmasligi uchun mana popkaga o'taman. Kompyuter o'zini ichiga kiraman. C diskga o'taman. C diskga. Program files bor. Program filesga o'taman. Keyin Choas degan bo'lim bor mana. Cheos desak ham bo'ladi. Chaos deb yoziladi. O'shani 2 marta bosaman, Cosmos chiqadi. Cosmos 2 marta bosaman, ichida mana CB service bor. CB service ya'ni Choas Cosmosning o'zini logosi. O'shani 2 marta bosaman, bo'ldi. Bu fayldan chiqib ketaman. Endi Choas Cosmos brauzer ustiga bosaman, mana chiqadi. Xudo xolis shunaqa bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Hozircha shunaqa ishlatib turinglar. Yechimini topganimda sizlarga albatta bog'lanaman, xudo xolis. Bu har kompyuter yoqib o'chirganingizda bu rejim o'chib qolaveradi. Har kompyuter yoqqanda mana shu rejimni yoqib qo'yasizlar, xudo xolisi. Shunaqa ishlatib tursanglar, yechim chiqqanda albatta sizlarga aytib ogohlantirib qo'yaman, xudo xolis.